Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Hop, bu holatda 25 kilovatlik avtomat motorimizda o'zimizda iz bosgan yangi qishloqda dastovka qilib beryapmiz. Hop, avtomat katta kichik kilovatliklar hammasidan bor xudo xolasa. Yangilik, mana pul avtomatimiz ham bor. Rushnoy ham qilib ishlatsa bo'ladi, pul avtomat qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Bu ham udobli. Tozalashlarga, ko'mir o'tini solishlarga, teplarni emligini tozalashga. Eng zo'r varianti buni vaqti kelib avtomatlashtirib olsangiz ham bo'ladi. Mana shu yerga bunker sohasini, ya'ni mana shunday bunker sohasini hisoblaymiz, yana avtomat qilib ishlatsa bo'ladi. Shu turishi rushnoy, kompyuter bilan olinadigan bo'lsa pol avtomat bo'ladi. Bunkerni qo'yadigan bo'lsa avtomat bo'ladi. Do'stlar, kelaverasizlar. Avtomat, pol avtomat hammasidan kattalardan katta kichik kilovatliklar bor. Yangi qishloqdagi benzin zapravka. Juda ko'pchiliklar deydi. Shunga mana bir devor qo'shni xitoyliklarning mosh qayta ishlab chiqarish mosh skalati. Mana o'zlarining mashinasi turibdi ekan. Shu yerga mana 25 kilovatlik avtomatka qo'limizda 2 kun oldin tashlab ketgan edik. Shogirdlar uстановкасini qo'yibdi. Mana ichkarisi shu binoga xudo xolasa avtomatka qo'ydik. Mana Nosir og'amiz o'tiribdi. Glavniy ishchilari. Bolalar qo'yibdi-yu. Hozir yoqib ishlataveramiz. Obyektni orqa tarafiga uстановка qilib qo'yildi. Qorovxonasiga radiator qo'yildi. И тепловой sistema полный hamma yerda. Shunday qilib bitta sirkulyatsion nasos bilan ishlab beriladi. Bo'ldimi? Gap yo'q. Mana yoqib ishlab berdik. Ustakalar mana tomlarni qilib, navislarni qilib, juda chiroyli qilib kotelxonani yoqib qo'yishdi. Ko'mirlarni olib berdik, oz bo'lsa ham. Bir to'ldirib ham qo'ydik. Bugungi kunimizga chislamiz 26-yil 19-aprel kuni o'rnatib ishlatib berdik. Yonsin. Ilgari bir issin. Bu Xitoy to'pli qo'llarimiz bir issin deyapti. Mana shu Sasha Bratga qo'ydik. Xudo xolasa zo'r zakrit sistemada qilib berdik. Do'stlar, shunday yaxshi sifatli, garantiyalik kotellar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ygan gradusingizga chiqdi, o'chdi. Xudo xolasa zo'r. Ikkita konturli ekan, bitta nasos bilan ishlatib berdik.